Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Deganda hech kim haligi olmaydi, bilasizlar? Olish kerak. Ham farz, ham qarz degan so'z shu salomga aytilganda, namoz, salomga alik olish, Allohning buyruqlari ham farz, ham qilmasak qarz bo'lib qoladi bu. Shuning uchun alik olish kerak. Salomga alik olish nafil ro'zadan ustun turadi, do'ppi kiyishdan ustun turadi maqomida. Chunki Alloh Qur'onda salom bersa alik olinglar degan. Mana shu narsaga e'tiborsizlik qilmaslik kerak. To'ylarda, potalarda, shu jamoat joylarida salom berib kirsa, xush kelibsizlar, kelinglar deb turishaveradi. İşte turgan hamma gunohkor bo'lib qoladi. Salom bersa albatta alik olish kerak. Bularda aqiqalarini, ihsonlarini Alloh ulug' dargohiga qabul qilsin, o'zi rozi bo'lsin, ko'pgina savob bersin. Bolalarini rohatini ko'rsinlar, yaxshi bola bo'lsin. Ko'chadan farzand ikkita narsa olib kirar ekanda uyga bittasi oltinga. Ummatga xizmat faqat qorakalik bilan bo'lmaydi. Ummatga xizmat, halol mehnatda lider bo'lib, odamlarga foydasi tegadigan ish bu ibodat kasb hisoblanadi. Chunki musulmon jamiyatga hamma yo'nalish kerak. O'shaning uchun musulmonlar hamma yo'nalishda o'zidan lider chiqarmasa, musulmonlar dunyoda birovlarning qo'liga qarab, qo'rqib yashaydigan bo'lib qoladi. Mana shu narsalarga jiddiy e'tibor berish kerak.